Imtihon markazida yangi qo'shilgan savollardan bittasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Savolga qaraymiz. Qattiq ulagichda, shatakka olishda transport vositalari orasidagi masofa qancha bo'lganda harakatlanishi mumkin deyilyapti savolda. Ko'pchilik qattiq ulagichda, shatakka olish vaqtida umumiy uzunlik qattiq ulagichni 4 metrdan oshmasligi kerakligini biladi va 4 metr degan variantni qidiradi. Lekin bu yerda 4 metr degan javob yo'q. Demak, 6 metr bor, 5 metr bor, 3 metr bor, 7 metr bor. Biz 3 metr degan variantni tanlaymiz. Ana shu to'g'ri javob bo'ladi. Qattiq ulagichda uzunligi 4 metrdan oshmasligi kerak deyilgan qoida bo'yicha. Demak, bu degani 3,5 metr bo'lishi mumkin, 3 metr, 2,5, 2 metr atrofida bo'lishi ham mumkin. Eng uzuni maksimal 4 metrgacha ruxsat berilgan. Ana shu bo'yicha tushadigan chalg'ituvchi savol qo'shilibdi. Demak, qancha bo'lganda harakatlanishi mumkin? Qattiq ulagichda deyilyapti, uzunligi 3 metr bo'lganda harakatlanishi mumkin deganimiz variantlardan to'g'ri keladi. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib, bu videoni pravaga o'qiyotgan tanishlarga yuborib qo'yinglar.